elektron sigaretalardan foydalanuvchi yoshlar salmog'i katta yoshdagilarga nisbatan deyarli 5 barobar ko'p. Bir e'tibor qarating, 30 yoshdan 70 yoshgacha yoshlar o'rtasida 7000 dan ortiq nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 18 yoshdan 29 yoshgacha yoshlar o'rtasida bu 32 dan ortiq. Mana qanday kuzatish. Eng achinarlisi, maktab o'quvchilari orasida ushbu mahsulotlarga qiziqish tez sur'atlarda ortmoqda. Tahlillarga ko'ra, bugun 30 mingga yaqin o'g'il bolalar va 9 mingga yaqin qizlar chekishga moyil bo'lsa, 12 ming nafardan ortiq bolalar va o'smirlar ushbu sigaretlarni muntazam chekadi. Organizmda nikotinga qaramlik oshishi bilan birga bolalar va o'smirlarda miya shakllanishiga, intellekt, bilim va qobiliyatning pasayishiga, ruhiy agressivlik rivojlanishiga olib kelishiga sabab bo'lishi mumkin.